Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa keyingi ishlarimizdan bitta xudo xolisa o'rnatishga tayyor. Bularimiz chokkoda qalampir fasonda ko'rishingiz mumkin. O'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Bir qator arzor qilib ko'rsataylik deyapmiz sizlarga. Yoqqan bo'lsa bitta like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, repost qilib qo'yasizlar. Xudo xolisa mana o'sha zamo'lari o'ta go'zal, chiroyli zamo'lardan ishlashlari o'ta go'zal. Xudo xolisa laklari, glansli laklar sepilgan. Bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlarimiz 88lik 332 11 66. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Dastavkalari hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Bularimizni kvadratini 700 ming so'mdan qildik. Hamma yo'g'i ichida oynalari. Mana oynalarni ham germetiklar solib germetiklar o'rnatganmiz. Xudo xolisa lak bosib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Bu tarafimizda mana bu bitta eshigimiz tashqariga ochiladiganini ham o'ta go'zal bo'lib chiqqan. Bu tarafimizdagi eshiklarimiz mana xudo xolisa o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'i o'zida bo'lib. Bu eshigimiz mana ko'rishingiz mumkin. Lola fasonda oqdan bo'ldi. Bemalol telefon qila olasizlar. Mana zamo'lari ham o'ta go'zal bo'lib chiqqan. Zamo'lari ham o'ta o'ziga ishlashga qoraga moslab qora qo'yib berganmiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz pastga ham qoldirib qo'yamiz. Rossiyadan turib kuzatayotganlarga ham bemalol aloqa qilsanglar, o'zimiz borib o'lchab, zaklatni olib borib o'rnatib beramiz. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, like, podpiskani bosishni unutmanglar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.